Son hurmatli jurnalistlar, Paxtakor hamda Nasaf jamoalari o'yinidan keyingi matbuot anjumanini boshlaymiz. Dastlab Nasaf jamoasi bosh murabbiyi Ro'ziq Qo'yberdiyev ishtirok etib savollarga javob beradilar. Ro'ziq aka, haqidagi fikrlaringiz? Assalomu alaykum barchaga. Paxtakor jamoasini biz juda ham barchamiz yaxshi bilamiz. To'p bilan ajoyib harakat qiladi. O'sha uchun yigitlarga birinchi ko'rsatmamiz shundan iborat ediki, erkin o'ynashga, to'pni nazorat qilishga bermasdan ularga bosim o'tkazishimiz kerak edi. Qaysidir ma'noda buni yigitlar yaxshi bajarishdi deb o'ylayman. O'sha uchun bugungi o'yinda biz asosiy mana shu muammoga durangga erishdik. Natijaga bu Paxtakor bilan safarda natija men o'ylaymanki yomon emas. Bugungi o'yinda biz eng muammoga uchragan tarafimiz bu yana biz keyingi o'yinda markaziy himoyachilarsiz qolyapmiz. Bu juda ham biz uchun og'ir. Shundoq ham Alibek Davronov o'ynamayapti. O'sha uchun o'ylaymanki bugungi o'yinda biz menimcha durangga munosibroq o'yin ko'rsatdik, qarshilik ko'rsatdik. Haqli bir ochkoni qo'lga kiritdik deb o'ylayman. Savol, Hamdon. Bugungi Nasaf bir ochkoni qo'lga kiritganini tabriklayman. Umuman Nasaf Neftchi bilan ham yomon o'ynamagan, shu birinchi o'yinda munosib qarshilik ko'rsatgan edi. O'sha o'yinda ham ikkinchi o'yinda Nasafda vaziyatlar bo'lgan. Bugun esa ikkinchi o'yinda vaziyatlar bor, vaziyatdan foydalanib, bugun nima deb o'ylaysiz? Paxtakor imkoniyat berib qo'ydimi, shunchaki Neftchi imkoniyat bermaganmi va umuman mana shu ikkita jihatni taqqoslasangiz. Bugun Paxtakorga biz hozir aytib o'tdim, o'sha o'z o'yinini erkin harakat qilishga bermadik. Bu ularga albatta muammo tug'dirdi. Vaziyat yaratishda, o'sha agar Alijonovni golini olmasak, birinchi bo'limda hech qanaqa vaziyat imkoniyat bermayotgan edik. O'sha uchun rejamiz qaysidir ma'noda amalga oshdi. Biz o'tgan safar ham aytdim, yil boshidan o'sha himoyada mustahkam o'ynab natija qilib kelayotgandik. Himoyachilarimiz bilan muammo bo'lgandan keyin albatta natijalarimiz yomonlashdi. O'sha uchun bugun Umarni ham qaytishi jamoamizga katta kuch berdi. Umarni yaxshi bilamiz. O'sha uchun bugun himoyada o'tgan o'yinlarga nisbatan yaxshiroq harakat qildik deb o'ylayman. Ro'zg'orga avvalgi yillarda natija fonida yoshlardan ko'ra ko'proq tayyor mahsulot, tajribali nomlardan foydalanildi va bu yilgi mana Diyor Nazarov, Yashnabek Rahmonov, Sardor Bahronov, Davron Usmonov kabi yoshlarni o'ynatmoqdasiz. Aynan ular mana shu bosqichgacha qanchalik yetilib kelishdi va aynan bu yil sizda mana shu narsa xavotirga solmayotgan, ularni qanday darajada o'ynatib olish. Bilaman, esimda 2018-yil ham jamoat tarkibida katta o'zgarish bo'lgan. O'sha Nasrullayev, Bozorov, Abduvohidov kabi nomlar katta sahnaga chiqdi edi. Hozir ham o'sha narsa senaryo takrorlanmoqda. Bizning asosiy maqsadlarimizdan bu yilgi birinchi maqsadimiz mana shu narsa. Biz o'sha e'tibor bergan bo'lsanglar, bu yigitlar, bugun o'ynaydigan yigitlar bari Olimpiya terma jamoasiga yoshi to'g'ri keladigan o'yinchilar. O'sha uchun asosiy maqsadlarimizdan, birinchi maqsadlarimizdan mana shu bo'ladi. O'sha yigitlarning tajribasini orttirishimiz kerak, ularga ko'proq imkoniyat berishimiz kerak. Bu futbolimizga bo'lgan o'sha biz tarafdan qanaqadir yordam, o'zi asosiy vazifamiz shu, o'sha terma jamoa uchun o'yinchi tayyorlash. O'sha to'g'ri esladingiz, hozir o'sha yillarda o'ynagan yigitlarimizni hozir ko'pchiligi terma jamoada. Bu Azg'aniyev, Odil Hamrabekov, Sherzod, olaylik boshqa o'yinchilarimiz, Vohid. O'sha uchun bu yilgi rejamiz ham agar mana shu yigitlarga tajribasini oshirib borsak, bu Olimpiya terma jamoasi uchun yaxshi natija bo'ladi. Bundan juda ham xursand bo'lamiz. O'sha uchun birinchi vazifamizdan biri mana shu bo'ladi bizdan. Mana shu yigitlarni tajribasini oshirish, tayyorlash. Alaykum assalom. Hozir ham yetib o'tdingiz, o'tgan o'yinda ham mana shu o'yinga yetib o'tgandingiz. Markaziy himoyadagi yo'qotishlar sababli ko'p gol urmoqchi ochkolar topolmadi. Lekin vaholanki, hozir gaplaringizdan kelib chiqib shu savol beryapman. O'tgan o'yinda 3 ta gol o'tkazdi jamoa, bu o'yinda 2 ta gol o'tkazdi. Lekin bugun baribir himoyamiz yaxshiroq harakat qildi. Shu 2 ta gol o'tkazilganiga qaramasdan qoniqdingizmi? O'tgan o'yindan bitta kamroq o'tkazdi. Albatta xohlaysiz ko'proq o'sha gol o'tkazmaslikka. Bu uchun mana Umarni bitta qaytishi ham bizga katta yordam bo'ldi. Umar ham terma jamoaning o'yinchisi, u katta tajribaga. Biz Alibek Davronov bo'lsa, agar g'olib uchalasi bemalol 3 ta himoyachi bilan erkin harakat qilaverardik. Alibekni ham bilasizlar, u juda katta tajribali o'yinchi, yordami bizga. Uchalasi rejamizda ham shu edi, uchalasiga. O'sha uchun bu muammoga duch keldik, bular albatta bizda o'sha natijalarimizni yomonlashtirdi. Umarni qaytishi ham bugungi o'yinda Paxtakor jamoasi yo'q bu. Agar Umar bo'lmaganda hozir Paxtakor bizga balki ko'proq gol urishi mumkin edi. O'sha uchun o'ylaymanki, buni qaytishi biz uchun juda ayni muddao bo'ldi.
No, Paxtakor bilan endi bilasizlar, o'zimiz tajribamiz bor. Bitta kam bo'lib ham natija yo g'alaba qilib ketamiz. Bugun ham omadimiz kelib qoldi. Oxirida gol urib durangga erishdik. Bo'ldi. Safarda yurashni tabriklayman. Jamoangiz penaltigacha bo'lgan vaziyatda bosim qilmadi. Penaltidan keyin bosim qilib bitta gol urdi. Nega shu penaltidan oldin hujumlar qilmadi? Va Paxtakor doimiy bosimlar bilan penaltiga erishdi. Nega sizning jamoangiz penaltidan keyin bor kuchini tashladi? 10 kishi bo'lib erishdi bitta gol. No, bu oxirida bosim qilganimiz bu tavakkal edi o'zi. No, futbolda shunaqa, o'zi tavakkalga borasiz, yutqizyapsizmi, oldiga bosim qilib, yoki uzun to'plarni oshirishga harakat qilasiz. O'sha uchun biz bir-birligida balki ochkoni o'ylab harakat qilgandirmiz, chunki bu sostavimiz bilan, bu tarkibimiz bilan Paxtakorga qarshi Toshkentda ochko olish ham biz uchun juda muhim edi. O'sha uchun penalti, qizil kartochka bo'lgandan keyin tavakkal bo'lib, uni oldiga borishga harakat qildik. Uzun to'plar bilan o'sha maqsadimizga erishdik. No, bosimni qilish bu bilasizlar, ko'ryapsizlar o'zlar. Butun o'yin davomida raqibga ko'proq o'sha ikkinchi zonada, uchinchi zonada bosim qilishga harakat qildik. Bu qaysi ma'noda berdi erkin o'ynamaslikka Paxtakorga, biz erkin o'ynagani bermadik. Lekin albatta buni tan olish kerak. 70-80-minutdan keyin bosim bilan, pressing bilan o'ynash albatta charchatadi. O'sha uchun orqani ko'proq o'ylab, himoyani o'ylab qolgandir. Menimcha shunaqa bo'ldi. Gol urganimiz 2-1dan keyin bu menimcha o'sha risk edi, tavakkal edi. Bu qaysi ma'noda naf berdi bizga. Rahmat. Otabek. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz Otabek aka? Charchamayapsizmi? Rahmat. O'zbekiston aka o'yin uchun rahmat. Ikkala tomonga aytaman. Ikkita hafta taym ko'rdik. Birinchi taym pozitsion futbol, ikkinchisi hujumkor edi. Tushunarli, 0-1 hisobda kelishgan holda majbur bo'ldilar. Taktik masalasida savolim bor edi. Men bilaman, O'zbekistonda siz o'sha har xil taktikasiga rastamovkani gapiradigan bo'lsak, bir taym o'zida yo'q, ikki taym o'zida yo'q, har xil taktikalarni ishlatasiz. Birinchi taymda 4-1, Semrida, keyin 5-4-1, to'psiz ikkinchi taymda chap qanotga Zafar Murod oldingizda, o'sha 3-4-2-1 ga o'tganingizda bitta pozitsiyada Mukidin bilan o'ynadi. Bu chunki Hajak va Alijonov juda ko'p hujumga paxtachilik qilganligi uchunmi, aynan o'sha zonadan gol, anaqa gol bo'ldi. O'sha agar sir bo'lmasa, chunki biz taktikaga qiziqamiz, siz o'sha taktik masalada juda problem qilibdi. Otabek to'g'ri ko'ribsiz, o'sha maydondagi yigitlarimiz joylashi. O'zgartirib turishimiz kerak, ba'zida raqibni o'yiniga qarab o'zgartirib turishimiz kerak. Bu rejamizda ham bor. Ko'p o'yinlarda bilasizlar, shunaqa o'zgarib turamiz. Biz bir-birligida e'tibor bergan bo'lsanglar, Sharobni endi qanotlarni ko'proq yopish uchun qanotga o'tkazdik-da 5-4-1 ga o'tdik. Bobur o'ngga, Sharob chapga, Alijonov bilan personalni o'ynash kerak edi. Bilasizlar, Alijonov erkin qo'ysangiz hamma yoqda aytaylik vaziyat yaratib tashlaydi. Keyin Sharof charchog'ini ko'rib, biz Zafarni o'rniga chap qanotda 5-himoyachi bo'lib o'sha yosh yigitni qo'ydik, Murtazayevni. Zafar personalni Alijonov bilan o'ynash kerak edi. O'sha narsa talab qilinardi. O'sha uchun o'rtaga ham ikkita markaziy yarim himoyachi qo'yib, qanotdagilar bilan personal o'ynashimiz kerak bo'ladi. Shuni talab qilib, yigitlardan o'sha joylashuvimizni ozgina o'zgartirdik. Biz Otabek aka ko'ryapsiz, hozir o'sha ichimizdan shu taktikani ham tanlashimiz kerak, sostavni ham qaysidir ma'noda shu tanlashimiz kerak bo'ladi. Bizda tayyor o'yinchilar yo'q. O'sha uchun mana shu mashg'ulotlarda, teoriyalarda yigitlarga, yosh yigitlarga ham o'sha qanaqa joylashish kerak, qaysi pozitsiyada, qaysi vaziyatda qanaqa harakat qilish kerak, shuni tushuntirishga harakat qilyapmiz ko'proq. O'sha uchun qaysidir ma'noda juda ham katta natija qilayotganimiz yo'q, lekin asosiy boyagi vazifamizda aytdim, o'sha yigitlar tushunchasi o'sib, intellekti o'sib, mentaliteti o'sib borsa, maydonda qo'rqmaslikni bilib borsa, bu narsa bizga naf keltiradi deb o'ylayman. Bitta savol bor edi, o'sha qo'shimcha bunga savol. Hozir mana aytib o'tdingiz, har xil taktik skemalarni ishlatyapsizlar. Bu nazar bo'lsa, markaziy himoyachi bo'lsa ham, qanotda ham, hujumda ham o'ynayapti. Ya'ni har bitta futbolchi katta kadrda o'sha. Otabek aka, uni ko'proq biz o'sha qanot himoyachi, qanot winger bo'lib foydalanamiz. Lekin hozir rejamda bor bu aytgan gapingiz. Endi hozir markaziy himoyachilarim bo'lmasa, uni o'ynatishim balki to'g'ri kelib qolar. Lekin asosan u markazida o'ynamagan ko'p. Ko'proq qanotda. 4 ta o'ynaganda ham qanot himoyachisi, 5 ta o'ynaganimizda o'sha winger bo'lib, hujumda yaxshi harakat qiladi. Tezligi yaxshida buni. Shu joyda mana savol
bo'layotsa, men shuni turibman. Bu hakam masalasini ko'tarmayman, lekin bitta narsada mana Dinamo bilan keyin Qo'qon bilan o'sha bahsli vaziyatda bo'lgan, qiyin holatda xato bo'lgan. Lekin ayni sizga tuyulmayapti-da, masalan, keyingi masalan o'yin boshlamoqda, o'sha boshqa hakam boshqa o'yin, lekin futbolchilarni o'sha psixologik kompyuterda hozir hakam ularni o'sha o'ldiryapti-da, men shunaqa tuyulyapti. Masalan, Beshmurodov ham qizil kartochka yo'q bo'lgan joyga oldi, keyin boshqa futbolchilar o'sha asabiylashib va bilaman, siz psixologsiz. Shu bolaga qanday tushuntirib, bu yangi o'yin, oldingisini kechib polnis o'chirib tashlab, bu boshqa hakam, boshqa narsa uni bunish kerak deb shunaqa suhbatda bo'lgandim. Nafaqat bu xatolar bizni asabiylashtiryapti, balki boshqa holatlar ham bordir. Jamoa asabiylashgani bu bor gap, to'g'risi. Ba'zida o'zim ham ko'ryapsizlar, hissiyotni jilovlamay qolyapmiz. Bu to'g'risida ishlayapmiz yigitlarga. Qanchalik qiyin bo'lmasin, qanchalik o'sha o'ynash yoki boshqa narsalar, bizni o'ylantiradigan narsalar bor. Bu narsani endi maydonga olib chiqmasligimiz kerak, maydonga chiqqanda asabiylashimiz kerak emas. Bu haqida ko'proq yigitlarga uqtiramiz. Baribir endi futbol bu. Hissiyotga berilib ketasiz baribir. Futbolchilarim ham bundan istisno emas. O'sha uchun bu to'g'risida ko'proq suhbat qilamiz ular bilan. O'sha vaziyatni to'g'ri baholash kerakligini ko'proq tushuntiramiz. Har qanday holatda ham ular o'zini nazorat qilish kerak bo'ladi. Bizda futbolimizda psixologlar yo'q-ku, lekin har bir murabbiy menimcha o'sha keraklicha tushuntira oladi, yetkiza oladi yigitlar ruhiy tarafdan o'yinga tayyor bo'lish uchun. Rahmat, salomat bo'linglar.